Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Demak, bugun biz Microsoft Office va kompyuterni aktivatsiya qilishda ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun men sizlarga guruhga ikkita KMTools Portable va KMTools 2025 nomli ikkita aktivatsiya dasturlarini tashladim. Demak, 2020 deganim bemalol 2000 ofisimiz yoki kompyuterimizning versiyasi 10 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Windows 10 bo'lsa yoki bo'lmasa ofislarimiz 2020 va undan past bo'ladigan bo'lsa, bemalol narigi dasturdan foydalanishimiz mumkin yoki undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, KMTools 2025 dan foydalanish mumkin. Demak, ikkalasidan bittasida bemalol sizning ishingiz bitishi mumkin. Demak, dasturlarni aktivatsiya qilish yoki ishlatishdan oldin avval Windows Security ni ustiga kiramiz. Demak, bu Windows 10 va undan yuqori bo'lgan operatsion sistemalarda mavjud. Demak, bunga kirganimizdan keyin Management Setting bo'limchasiga o'tamiz va bu yerdagi barcha bitishlarni olib qo'yamiz. Agar sizda 360 Total Security yoki Node 32 yoki Asset bo'lsa yoki Kaspersky antiviruslar o'rnatgan bo'lsangiz, ularni ham 10 daqiqaga yoki yarim soatga menimcha faolligini o'chirib turish tugmalari bor. Mana shunday holatda qilib o'chirib qo'ysanglar, demak, bemalol dasturni ishga tushirsanglar bo'ladi. Demak, dasturimiz birinchisi 2020 holatiga kiramiz. KMTools o'zi, ya'ni applicationiga bosamiz. Men juda ko'p holatda KM Auto Lite degan bo'limni bosaman. Demak, dasturimiz ishga tushgandan keyin informatsiya Windows haqida ma'lumot olishingiz yoki Office haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, litsenziyalangan va versiyalargacha ko'rsatib beryapti. KMTools orqali qilingan, Windows Professional Edition qilingan. Endi aktivatsiya qilish uchun aktivatsiya Windows tugmasini 2 marta bosamiz va kompyuter to'laligicha aktivatsiya bo'ladi. Ba'zida fayllarga ruxsat so'raydi, ruxsat berishinglar shart. Menda o'sha aktivatsiya bo'lgani uchun mana Office aktivatsiya so'ralayotganda, demak, uстановка, ya'ni ключlarni bazasini uстановка qilish uchun ruxsat so'raydi. Da belgisini bossanglar, demak, ключlar ma'lumotlarni ishlatishni boshlaydi va kompyuterni Office'ni aktivatsiya qilish boshlanadi. Bu 2020 Office va undan pastdagilar uchun. Demak, aktivatsiya successful deb chiqdi. Demak, aktivatsiya bo'ldi. Shu orqali yana bitta aktivatsiya qilsanglar bo'ladi. Demak, agar Windows'lar yoki bo'lmasa Office'lar 2025, Windows'lar 2011 bo'ladigan bo'lsa, Windows'lar 11 versiya bo'ladigan bo'lsa, demak, KMTools 2025 ishlatishlar ma'qul. Ya'ni bunga kiramiz va KMTools Lite bo'limiga o'tsak, bizda kichikroq oyna chiqadi. Demak, KMS Office bo'limiga kiramiz. Bu yerda produkt, ya'ni Windows'da aktivatsiya qilamizmi yoki Office aktivatsiya qilamiz deb so'raydi. Demak, Office'da aktivatsiya qilamiz deymizda, aktivatsiya bo'limini bosamiz. Demak, product successful activate deyapti, ya'ni aktivatsiya qilindi deyapti. Demak, Windows'da aktivatsiya qilamiz. Demak, bu yerda ham nima aktivatsiya qilib bo'lindi degan ma'lumot kelyapti. Demak, sizlar xuddi shu holatda bemalol dasturlarni o'rnatib, Windows'laringlarni ishlatib aktivatsiya qilishinglar mumkin. Demak, bizni YouTube kanalimiz ithelper.uz, bunga a'zo bo'lib qo'ysanglar, bemalol o'zingizlarga kerakli bo'lgan yangiliklar va video darsliklarni, video qo'llanmalarni yuklab olishinglar mumkin.